Ayni paytda Abu Dabi shahridagi tarixiy joylardan biriga keldik. Mana bu yerda nimalar borligi ko'rsatib qo'yilgan. Traditional market. Demak, an'anaviy bozor. Women handcraft Moskva. Photographic exhibition. Mana bu yerda ko'proq e'tiborimni albatta muzey mavjudligi tortyapti. Birinchi baribir bozorini bir tasvirga olib ko'rsataman. Hamma turistlar o'zlariga nimadir xarid qilish bilan band. Qandaydir biz bilamiz, Birlashgan Arab Amirliklari hududlarida turli atirlar ham ishlab chiqariladi. Atirlari bilan ham mashhur. Sizga bu xushbo'y hidlarni yetkazishning iloji yo'q, lekin qandaydir bir o'ziga xos bu yerda atir hidi sezilib turibdi. Juda ham xushbo'y, yengil. Ko'proq sotuvchilar e'tibor qilish mumkin. Mahalliy xalq vakillari emas, aksincha boshqa davlatlardan kelgan afrikaliklar, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari vakillari bu yerda xizmat ko'rsatish, savdo ishlari bilan mashg'ul ekanligini ko'rish mumkin. Mana bu qadimiy ularning qudug'i. Bu masjid bo'lsa kerak. Mana minorasidan ma'lum. Demak, shu yerda azon aytiladi. Bu yerda demak, mana arablarga xos, arab dunyosiga xos qizil qum va ayvon qilib qo'yilgan bolishlar, to'shaklar to'shalgan. Mana bu yerda demak shahar ichida o'sha sahroga xos asori atiqalar, narsalar va albatta tuya, mana ot bu yerda bor ekan. Eshaklar bor ekan, uzoqda ko'rinib turibdi. Tuyani ko'ramiz, qani. Bir o'rkachli tuya ekan. Kimdir tuya minishni xohlasa, bu yerda minishi mumkin. Tuya kavush qaytarib turibdi. Bu tuya ham rasmga, videoga tushirib o'rganib ketgan bo'lishi kerak. Mana bu yerda yana ko'ryapmizki, demak qadimiy quduq. Eski vaqtda bizning ota bobolarimiz ham demak mana shunaqa
demak idishlardan suv olishgan. Mana quduqni ichini ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Afsuski, turli baklashka qoldiqlari bu yerda bor ekan. Juda ham ajoyib manzara. U ulkan obdasta, biz oftoba deymiz. Ulkan obdasta ham bor ekan bu yerda mana. Xuddiki katta piyolaga suv quyadigan holatda joylashtirilgan. Demak, eski vaqtda shamoldan, qumdan saqlanish uchun xuddi mana shunaqa to'sin qilib, o'rtada choy qaynatib, ovqat pishirib, qadimgi odamlar, ya'ni cho'l odamlari yashashganligini ilg'ab olish qiyin emas. Mana bu joyda ham ko'ryapmizki, o'ziga xos chodir tikilgan. O'z vaqtida biz tarixdan qadimiy arablarning yashash sharoitlari haqidagi ma'lumotlarni o'qib o'rganganmiz. Bularning endi shaxsan ayrim qismlarini, hozirgi kunda saqlanib qolgan qismlarini ko'rish imkoniyatiga egamiz. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, eshak bor. Tuya otdan tashqari, demak, mana arab sahrolarida yashaydigan, demak, oxu bor ekan. Bizda ham bor, deylik, jayron. Mana bu yerda ham demak jayronlar saqlanar ekan. Jayron nega ko'zing to'la yosh. Tuya bechora shunaqa ovoz chiqarar ekan. Hammang minurmalaring, bezor bo'ldim demoqchimi? Yo qorni ochganmi, yo suv ichadimi? Biz bilamiz, bular suvsizlikka chidamli tuya hisoblanadi, jonivor hisoblanadi. Bizning O'zbekistonda ham tuyalarning har xil turlari bor. Asosan bir o'rkachli tuya keng tarqalgan. Qadimgi rivoyatlar, ertaklar, xalq og'zaki ijodi namunalarida ham tuya obrazi ko'p uchraydi. Bechora bu ming yillar davomida inson bilan hamroh bo'lib kelayotgan jonivorlardan hisoblanadi. Tuyaga mindi. Qo'rqma qizim, qo'rqma. O, qanday yaxshi, qanday mazza. Adrenalin. Qizim. Adrenalin. Mana buni Birlashgan Arab Amirligidan akasi mindirib yuribdi. O. Oh, mazza. Qani o'zi yotarmikin? Bechora o'zi yotadiganga o'xshaydi. Kimdir ustiga minsa turib yurar ekanda, yana aylanib qaytib kelgandan keyin o'zi yana yotar ekan. Shu darajada aqlli, tushunadigan hayvon ham bo'ladimi? Qoyil. Abu Dhabi shahridagi turistik markazda Al Salman nomidagi muzey bor ekan. Endi shu muzey haqida qisqacha so'z yuritamiz. Mana bu yerda demak kartinalar, qadimgi, menimcha bu yerda bir qadimgi emas, 100 yilcha oldingi demak suratlar o'rin olgan. 68-yil ekan. 68-yilgi surat bu yerda aks etgan. Faxriy qorovul va o'sha davrdagi port, mashinalar, qayiqlar, qarang qanday oddiy qayiqlar bo'lgan, hozir qanday ulkan laynerlar mavjud. Demak, shu qisqa vaqt ichida Birlashgan Arab Amirligi juda ulkan taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. Mana bu yerda ham demak yana bitta suratga ko'zimiz tushishi mumkin.
Demak, Shayx Zayed Grand Moscow and Abu Dhabi. Abu Dhabidagi demak Shayx Zayed katta masjidini surati ekan. Endi muzey ichiga bevosita tashrif buyuramiz. Juda ko'p asori atiqalar bor ekan bu yerda. Suratlar va boshqa asori atiqalarga ko'zimiz tushishi mumkin. Qadimgi davrda foydalangan qilichlar, xanjarlar, demak miltiqlar saqlanib qolganiga qoyil. O'qishimiz mumkin. Demak, short barrel gun with wooden holder modern degan so'z. Inglizchani juda ham qiyib qo'yaman. Faqat inglizlar tushunmaydi. Demak, mana bu yerda turli pichoqlar, xanjar, qilichlar demak qo'yilgan ekan. Juda ham qiziq. Shu saqlanib qolganini o'ziga odam qoyil qolasan. Mana bu yerda demak qinidan chiqarilgan holatda qilichlar, turli qurollar turibdi. Mana bu yerdagi yozuv e'tiborimni tortdi. A nation that has no past has neither present nor future. Demak, tarixi bo'lmagan xalqning buguni ham, kelajagi ham bo'lmaydi deb tarjima qilish mumkin. Juda ham mazmunli hikmat ekan. Bizda ham xuddi shu tarzdagi hikmatlar juda ham ko'p aytiladi. Bizda ham demak tariximizni o'rganishga, ayniqsa mustaqillik yillarida juda chanqoqlik bilan kirishilgan. Odamlarimizda tarixni o'rganishga qiziqish juda ham yuqori. Demak, Al Salman nomidagi muzeyni tomosha qilishda davom etamiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlarki, turistlar ham juda katta qiziqish bilan bu yerdagi narsalarni tomosha qilishyapti. Demak, o'sha davrda foydalanilgan pistoletlar, qurollar. Qurol ishqibozlariga yana ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. O'shaning uchun mana yaqinroq ko'rsatishga harakat qilyapman. Juda ham demak o'sha davrlarda bular qurollarni har xil turlaridan foydalanishgan ekan. Lekin qurol bilan maqtanish, quroldan foydalanish bu juda yomon. Bu birinchi o'rinda afsuski insonni jonini nobud qilishga qaratilgan sovuq qurol hisoblanadi. Lekin odamzod azaldan o'zini himoya qilish uchun, dushmanini yo'qotish uchun afsuski mana shu qurollardan foydalanib keladi. Mana bu yerda demak patron, gilza deymiz-ku, o'sha narsalar saqlangan ekan, belga bog'lab olib yurishgan. Mana bu demak qurollar ham qiziqligi qursin. Endi o'sha tarixda qolgani rost bo'lsin. Hech kim ulardan foydalanmasin. Mana numizmatika, ya'ni tangashunoslik ishqibozlari navbatdagi vitrinada saqlanayotgan, demak ekspozitsiyadan o'rin olgan tangalarni ko'rish mumkin. Bunday tangalar juda ko'p ekan. Ko'rinib turibdi, aksariyati kumushdan ishlanganga o'xshaydi. Afsus, ular vitrinalarga yozib qo'yilganiga
kam ko'zim tushdi. Juda ham kichkina harflarda ingliz va demak arab tillarida yozilgan. Mana bittasini o'qishimiz mumkin. The Egyptian Kingdom 1 million 1950-yil ekan. O'sha o'zlarini yetakchilari, podsholarini demak tasviri tushirilgan tangalariga. Mana yana bir surat, tarixiy suratligi sezilib turibdi. Bularni endi bironta gid bo'lsa tushuntirib bersa, kim qanday bularni o'ziga xos tarixi borligi shubhasiz. Old Chinos Eore ekan. Demak, mana bu yerda uzuklar, turli mayda plastik haykallar, bular demak o'sha chiroq piliklari yoqib qo'yilgan bo'lishi kerak. Romanian lamp deb nomlanar ekan. Mana bunisi o'ziga xos, bu ham bitta aksessuar. Mana tuyani haykali tasvirlangan. Shuningdek, bu yerda qadimgi kitoblar, munchoqlar o'rin olgan. Sopol suvenirlar. Mana bularni o'qish uchun endi odam arab tilini bilish kerak. Muzeyga xos jihozlanganligini ham aytib o'tishimiz kerak. Mana qadimgi kitoblar, ham zamonaviy, ham an'anaviy, qadimiy ko'rinishga ega muzey. Bu yerda qadimgi demak qo'lyozmalar o'rin olgan. Juda ham qiziq. Afsus, qachongi qo'lyozmalar ekanligiga, yozilganligi ko'zim tushmayapti. Mana bu ham demak qadimiyroq arab imlosidagi qo'lyozma. Mana bu yerda demak qimmatbaho toshlar o'rin olgan. First National Congress of Barbados 73-yilgi demak tangalar shunday bo'lgan ekan. Hozirda Birlashgan Arab Amirligining milliy valyutasi dirham. Xuddi bizdagi tiyin, tangalarga o'xshash tangalari va qog'oz pullari mavjud. Mana bu yerda kalitlar, o'sha davrlarda ishlatilgan different size case. Demak, turli kalit va qulflar bu yerda vitrinaga qo'yilgan. Juda ham qiziq, demak metaldan, temirdan ishlangan. O'ziga xos mustahkam ekanligi ko'rinib turibdi. Demak, Al Salmon nomidagi kichik mo'jaz muzeyiga sayohatimiz shundan iborat. Bugungi agar tasvirlarimiz, keltirgan ma'lumotlarimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlashlaringizni so'ragan bo'lardim. Albatta, Abu Dabi shahriga yo'lingiz tushganda mana shu turistik markazga va Al Salmon muzeyiga tashrif buyuring, tomosha qiling, zavq-u shavq oling. Abu Dabi shahridagi Heritage Village'da yana bitta muzey mavjud ekan. Mana bu atrofi ham o'sha arab madaniyati, arab turmush tarzini aks ettiradigan holat deyish mumkin. Mana bu yerda bizni pushka qarshi oldi. Demak, mana shu qurollarning ko'pligi, turli deylik
sovuq qurollarning tarixiy shakllarining ko'pligi ham demak bu xalq, bu yurt mustaqillik uchun ko'p kurash olib borganligi, urushlar olib borganligidan demak dalolat beradi. Mana bu yerda vitrinalarda turli liboslardagi arab xalq vakillarini ko'rishimiz mumkin. Mana bu tomonda erkaklari demak liboslari bilan aks etgan. Mana men sizga demak butun bo'y basti bilan ko'rsatishga harakat qilaman. Boshmoqlari, oyoq kiyimlari, demak ayollari foydalangan turli aksessuarlar bu yerda o'rin olgan. Demak mana shunaqa qop-qora libos kiygan ekan. Afsus, bizda ham keyingi paytda mana shunaqa arablashish, arab madaniyatiga ergashish kuchayib bormoqda. Ayrimlar demak mana shunaqa liboslarni kiyishga harakat qilishyapti. Demak ko'ryapmizki, bular o'z vaqtida qumdan, changdan, issiqdan saqlanish uchun mana shunaqa liboslar kiyishgan. Mana bu yerda demak turli ziravorlarni ezib ishlatiladigan moslamalar ham o'rin olgan. Juda ham qiziq. Har biri uchun demak bemalol vaqt ajratib tomosha qilsa bo'ladigan yangi bir dunyoqarash, yangi bir madaniyat bilan shaxsan yuzma-yuz tanishishni gashti, zavqi, estetik nima deydi, zavqi shavqi bo'lakcha. Mana bu yerda taqinchoqlari o'rin olgan. Afsuski ingliz tilini yaxshi bilish kerak bularni tushunish uchun. Bu yerda mana qisqa izohlar yozib qo'yilgan. Ular bilan albatta o'qib tanishish kerak. Bu yerda ham demak ular ishlatgan o'sha o'z davriga xos deylik bilak uzuklar, bilmadim endi munchoqlari bo'lsa kerak bular. Albatta biroz noziklik bularga yetishmaydi, lekin o'sha o'z davridagi zargarlarning mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda shunday asori atiqalarni qo'l mehnati asosida yaratganligi tahsinga loyiq. Mana bu yerda shkatulka degan demak kichik sandiqcha o'rin olgan. Bu ko'za, demak a bronze jug probably used for yogurt. Demak bu bronzadan ishlangan ko'za ekan. Bu yerda ham shunchalik saqlanib qolganligiga haqiqatdan qoyil qolish kerak. Mana shunday muzeylarni tashkil qilishibdi. Bu ham juda katta gap. Bu demak o'sha davrda foydalanilgan oyna. Juda tiniq ko'rsatyapti deyish qiyin, lekin demak ularda ham mana shunday oynalardan foydalanilgan ekan. Bu ham bir suv idishi bo'lsa kerak. Demak, water jug carried by woman on the shoulder. Sizlarga endi ingliz tilida bilganimcha aytib o'tyapman. Mana bu yerda ham juda qiziq, demak o'ziga xos bir deylik chiroq bo'lishi kerak. Bu chiroqdan foydalanishgan. Ko'zalar, kichkina mo'jaz shakldagi obdasta, traditional coffer made of bronze. Bronzadan ishlangan, demak o'sha an'anaviy bu ham demak obdasta. Bizda obdasta, oftoba deymiz-ku. Konditsioner ishlab turibdi, juda ham muzday. Mana demak shishadan ham bular turli narsalar yasashgan ekan. Qoyil. Shishadan ham demak foydalanishgan. Mana an'anaviy bularni foydalangan sandig'i. Naqshlar o'yib ishlangan. Materiali temirga o'xshaydi. Metal, qandaydir metaldan foydalanishgan. Mana bu yoqda ham ular foydalangan dazmollar o'rin olgan.
turli idishlar. Bugungi sivilizatsiya, bugungi madaniyat o'z-o'zicha yo'q joydan paydo bo'lmagan. Albatta, ota-bobolarimiz qadimgi davrda tafakkuri, dunyoqarashi, imkoniyatlari darajasida katta madaniyat, katta bir san'at yaratgan, o'zlarining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda. Baribir bugun biz yashar ekanmiz, hamma narsa yo'q joydan osmondan tushib qolmaganligini yaxshi tushunamiz. Vorisiylik tamoyili asosida insoniyat madaniyati, insoniyatning turmush tarzi rivojlanib keladi. Bu shak shubhasiz. Mana bu yerda qiziq, juda ham qiziq. Demak, goat skin contrasts as it for keeping oil and the yogurt together with different shapes of bowls made of leather. Demak, qandaydir qo'y mollarni so'yilgan, osib qo'yganga o'xshaydi. Demak, bular ham suv idishlari bo'lishi kerak. Juda ham qiziqarli. Turistlar bilan to'lgan. Mendan boshqa odamlar ham tomosha qilib yuribdi. O'zi muzeyda ortiqcha shovqin qilmaslik kerak. Shuning uchun pastroq gapirib sizga ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilyapman. Demak, endi muzeyning narigi qismiga o'tamiz. Kamon va uning yoylari, o'qlari bu yerdan o'rin olgan. Bular demak urush paytlarida askarlar kiyib foydalangan sovut, o'ziga xos zirh. Ya'ni dushman hamlasidan himoyalanishda juda ham qo'l keladi. Mana bu yerda ham turli o'sha janglar payti, ov payti foydalanilgan, demak, kamon o'qlariga ko'zimiz tushyapti. Ko'ryapmizki, bular o'ziga xos, deylik, mustahkam, katta. Demak, shuni ajdodlar, bundan bizdan oldin yashagan odamlar bemalol foydalana olishgan. Mana bu yerda ham qurollar, miltiqlar turibdi. Bu yoqda mana demak turli gilzalar va patronlar o'rin olgan. O'sha beliga taqqan holda, demak, bulardan ov paytida, turli urush paytlarida foydalanishganligini guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu yerda powder container, demak, va burada ham demak miltiqni ko'rishimiz mumkin. Uzun, juda ham bahaybat ulkan miltiq. Bu yerda esa an'anaviy sandiq namunalari qo'yib qo'yilgan. Taxminan bundan 50-60 yillar oldin ham nazarimda bulardan faol foydalanishgan. Mana eshiklari ham o'ziga xos qadimiy, o'sha endi yangi qurilgan, lekin aminman shunday eshiklardan oldin ham foydalanilgan bo'lishi kerak. Mana bu yerda qog'oz pullar, qadimgi qog'oz pullardan namunalar, yili ham yozilgan bo'lishi kerak. Va tangalar. Notice from the UAE, Iraq, Egypt, Syria and the Ottoman Empire. Demak, o'sha davlatlarda foydalanilgan pul namunalari ekan, valyutasi. Bu yerda ham kitoblar qo'yilgan. Bu juda ham qiziq. Demak, mana bu yerda
Lamp and the two pens. Demak, o'sha davrda foydalanilgan lampa qadimgi davrda va bo'yoq idishi va ruchka yoki qalam deymizmi. Bu yerda ham lantern and pot. Bu yerda ham demak o'sha rangdon, siyohdon bilan chiroq o'rin olgan. Mana bu yerda duradgorlik namunalari. Iskana deymizmi? Arra, tesha. Afsus, anchadan beri o'zim shaharda yashayotganim uchun bu uy ro'zg'or buyumlari, duradgorlik namunalarini otlari esimdan chiqib ketgan. Yaqin vaqtlargacha bizda ham hozirgi avlod eslay olmasa kerak, hamma narsa elektronlashib ketdi. Mana shunaqa tarozilardan foydalanilar edi. Biz eslaymiz, 30 yillar oldin ham mana shunday tarozilar mavjud edi bizda. Demak, mana ingliz va arab tillarida yozilgan. Yo'lingiz tushsa, albatta Abu Dabiga yo'lingiz tushsa, mana shu muzeyni ham tomosha qiling. O'ylab, fikrlab, ko'p narsalarni xulosa qilishga imkon beradigan, insonni bilimini, dunyoqarashini o'stirishga xizmat qiladigan juda ham chiroyli muzey. Demak, mana uzangilar, otni anjomlari bu yerdan o'rin olgan. Bular ham demak ot, tuyadur, eshak, mana shularni demak o'ziga xos anjomlari. Demak, bu yerda ham uy ro'zg'or buyumlari o'rin olgan. Ayrimlari bizga notanish. O'roq e'tiborni tortadi. O'rog'i o'ziga yarasha qiziq. O'roq mana shunday o'roqdan foydalanishgan ekan. Bu yerda ham demak bu nima bo'lishi mumkin? Juda ham qiziq. Objects use it for drawing water from the well and the paper. Demak, shu suv olishda, quduqdan suv olishda foydalanilgan. Demak, mana bu chelak vazifasini o'tagan. Bunisi arqon bilan tortish, buni mana ketmon, ularning ketmoni. Demak, mana shular vositasida quduq qazilib, undan suv olib foydalanilgan. Sorry. Demak, puffer fish. Qandaydir o'ziga xos baliq bo'lsa kerak bu. Lekin buni tanidim. Toshbaqa. Bu hududga xos toshbaqa. Bizda bunaqa toshbaqalar uchramaydi. Bu krab ekan. Krab. Lobster ekan bu. Lobster. Dahshat lobsterni bizga o'sha linerda, restoranda olib kelishdi. Juda ham badbo'y, hidi yoqimsiz. Ozgina olib chaynab ko'rib, keyin yemadim. Xullas, nima bo'lganda ham qadimgi arab madaniyati juda ham
boy, qiziqarli bo'lganligi ko'rinib turibdi. Bu yerda o'sha islom madaniyati, islom dini paydo bo'lganligi ham bejiz emas. Arablar islomdan oldin ham juda katta madaniyatga, boy tarixga ega bo'lgan. Bu shak shubhasiz. Lekin hozir men afsus, men sizlarga o'sha davrlardan saqlanib qolgan moddiy madaniyat namunalarini ko'rsata olyapman. Lekin asrlari yozilmaganligi uchun afsus, qaysi davriga oidligi, qaysi asrga taalluqli ekanligini ham ayta olmayapman. Mana bu demak mikroskop ekan. Mikroskop. Demak, mikroskopdan ham bular yaqin tarixda foydalangan bo'lishi kerak. Mana bu yerda demak bular ham ruchka, o'ziga xos demak narsalar aks etgan. Mana bu yerda suratlar. Voy. Mana Arab cho'llari. Bu yerda ham nimadir shlang bilan suv tortib nimadir yetishtiryapti. Xalq doim tirikchilikni o'ylaydi, kun o'tishini o'ylaydi, shubhasiz. Nimadir yetishtirish kerak, yashash uchun kurash, hayot uchun kurash bu. Mana qadimgi qal'asini surati. Mana bu yerda ham demak o'sha bundan 50-60 yil oldingi xalq hayoti aks etgan bo'lsa kerak. Mana bugun ko'rib turibmizki, shunday hayot yo'lini bosib o'tgan, deyarli yashash uchun resurslar kam bo'lgan joyda neft, gaz va boshqa tabiiy resurslarning topilishi, dengizning mavjudligi, eng zamonaviy shaharlarning bu yerda barpo etilishiga, butun dunyo turistlarining bu yerga intilishiga sabab bo'lmoqda. Bugun yana shuni aytish kerakki, Birlashgan Arab Amirligi faqatgina texnika texnologiyalarni sotib olib, ularni iste'mol qiladigan, istifoda etadigan bir davlatgina bo'lib qolmasdan, bu yerda ilm-fan, innovatsiyalarga, yangi ixtirolarni amalga oshirishga ham katta ahamiyat berib kelinmoqda. 2030-yilgacha bo'lgan ilm-fanni rivojlantirish strategiyasi bu yerda qabul qilingan. Shu strategiya asosida hozirda ish olib borilmoqda. Ya'ni Birlashgan Arab Amirligi hukumati tushunib yetdiki, faqatgina ixtirolarni sotib olib rivojlanishda uzoqqa borib bo'lmaydi. Avvalo ilm-fan namoyandalari, olimlar shu mamlakatni o'zidan chiqishi kerak, o'zida amalga oshirilishi kerak va aksincha innovatsiya natijalarini, ilm-fan natijalarini demak sotadigan, boshqa davlatlarga import, eksport qiladigan mamlakatga aylanish kerak. Mana bu Abu Dabining demak 1960-yillardagi tasvirlari ekan. Qarang, cho'lning o'rtasida kichkinagina bir posyolkadan iborat bo'lgan, juda ham oddiy, juda ham sodda ko'ryapmizki, demak hozirda shu holatdan qanday holatga bular rivojlanib keldi. Bu rivojlanish albatta birinchi tomondan moddiy resurslar ishga solingan bo'lsa, ikkinchidan shulardan to'g'ri istifoda qilish, to'g'ri foydalanish aholining turmush darajasini nihoyatda oshirib yubordi. Bugun o'sha yalpi ichki mahsulot, yalpi milliy daromad bo'yicha jahondagi eng yetakchi davlatlardan biri bu demak Birlashgan Arab Amirligi hisoblanadi. Bu yerda yashaydigan deylik aholi birortasi bir oddiy og'ir yumushlarni bajarmaydi. Hammasi o'z biznesiga ega, juda katta ijtimoiy iqtisodiy shart-sharoitlarga ega holatda yashaydi.
xizmat ko'rsatish sohasida va boshqa oddiy deylik ishlarda chet ellardan kelganlar bu yerda mehnat qiladi. Arablarga yollangan holda ishlaydi. Mana ular foydalangan arqonlar. Mana bu yerda demak mana kemalar qanday ishlatilgan, yurgizilgan. Mana bu yerda ham demak o'sha kema sanoatida, kemachilik faoliyatida ishlatilgan turli anjomlar o'rin olgan. Mana o'sha davrlardagi suratlar bu yerda ham aks etgan. Qanday sohildan suvga tushirish holati qancha kuch, qancha mehnat talab qilgan. Bugungi kunda esa juda bu sohalar rivojlanib ketgan. Butun bir shahar sharoitiga ega katta laynerlar, paraxodlar, kemalar bugun bemalol harakatlanmoqda. Demak, mana bu kuviga o'xshagan idish bularda ham bo'lgan ekan. Abu Dabidagi Heritage Village kompleksida shuningdek qadimgi o'sha kemachilik sanoati asosi bo'lgan o'sha kemalar yasaydigan sex o'sha davrlarga xos tarzda saqlab qolingan ekan. Demak, bu yerda o'sha barcha o'sha kema yasaydigan asbob-uskunalar, o'sha davrda foydalanilgan kemalarni qoldiqlari, yog'ochlari va boshqa buyumlar bu yerda saqlanilgan. Demak, suvenir sifatida bular kichik kemalarni ham yasab sotadiganga o'xshaydi. Mana bunday demak o'sha chodirlar o'sha davrga xos turibdi. Nihoyatda qiziqarli. Bu yerga ham agar yo'lingiz tushsa, tashrif buyurib tomosha qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Mana bunday demak nihoyatda qiziq. Kichik mo'jaz kemalar, qayiqlar bo'lish bilan birga demak mana o'sha ko'ryapsiz, o'sha asbob uskunalari ham saqlab qolingan. Va mo'jaz kichkina qayiqchalar ham bor, kattaroqlari ham bor. Mana bunday suvenir holatda maxsus yasalgan qayiqlarga ham ko'zimiz tushadi. Nihoyatda go'zal, chiroyli manzara.